Assalomu alaykum. Güzel turjun katishlik kuzatuvchilar. Hammalarga assalomu alaykum degan bir bor. Mana sigirimizdan mana sotilar ekan. Sigirimiz nima? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi, ha? Mana yapti videoga. Vaqtingiz ikkinchi bolasi. Ha? Usti 17-18 ta. Uyga kelsa 38 million chayrani qilib beramiz. Ha? Dastlabkilarimiz voy aytib o'tdi. Voy deb o'ylar. Bo'l, nima olasizmi, nima bo'lsa kerak. Qirg'iziston tarafdan Ha? Bo'l aka. yuvoshligi. Yuvoshlilari. Jalan Mag'dan ham shu. Evet. Mag'dan o'tdi. Necha litr sut beradi aka? 17-18 taga olishyapsiz. Olishaveradi. Sinaqda aka. Mol yaxshi zo'r ekan, ideal holatda. Yeb itishlari joyida aka, yeb itishlari. Shamol joyida. Ha. Omlatni Bo'l, o'ting, ayting aka. 90lik 840 60 17. Mana. Bo'ldi. Qarab aka bitta. Bo'ldi aka, xo'p bo'ldi, hisob aka, xudo xolasa. Hammalarga omad tilaymiz aka. Xo'p bo'ladi o'pchan, xo'p, mana arzon qilib berishar ekan mana. Mol zo'r ekan, omma yo'qdi. Ha, bo'ldi aka, bo'ldi. Astavkanga olib bo'lib, mana 700 berishar ekan. Molimiz omma ideal zo'r holatda. Xudo xolasa zo'r. Ishlari ham million 6-4 ta. Ha, o'rtaga 4 ta deyishadi. 3 million deyishdi shu yerda. 3 million deyishdi. Necha beraverasiz aka? Endi bizning mo'ljallamizcha balandroq, endi bozorda mol ham yo'q o'zi. Har bir seroq, sotilib yetib bo'lmasa bo'ldi. Bo'ldi, akalar. Chalamizni qo'ymas. O'zingiz so'rab uchun taklif bosib bersizlar. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana, mol zo'r. To'g'risi, yo'q bo'ladi.